Evet, kilikşemize başlayımız hürmetli vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trampning oxiri Jungo qo'l soladiganligini Beijing tanib yetdi. Mavzuli xabar 1-ayning 27-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump qasam berib rasmiy vazifaga o'tirgandan keyin saylam davrida so'zlagan so'zlariga nisbatan uning hukumat kabinetidagilar muqamni pastlatmay, aksicha saylam davridagi so'zlarni harakatga aylantirishga boshladi. Tayvan masalasida Jungo Amerika bir necha yildan beri o'zaro kelishgan va'dalarni buzib tashladi. Germaniya Davr haftalık jurnalining to'rbeti 1-ayning 23-kuni maqola e'lon qilib, Jungo rahbarlari bir qancha kunlardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trampning tahdidini tanib etolmagan. Hozir Jungo amdila vazifaga o'tirgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning Jungoga qo'l soladiganligini tanib yetdi. Prezident Trampning hujum qilishi faqat saylam raqobati uchun tovlangan shior emasligini tanib yetdi. Diqqat vatandaşım, bugun Beijing, ya'ni Jungo, Prezident Trampning hujum qilishi faqat saylam raqobati uchun tovlangan shior emasligini Beijing bugun tanib yetdi. Prezident Trampning o'zidan burungi prezidentlarga o'xshamaydigan bir tarafi Jungo tarafdan kelgan ogohlantirishlarga pisand qilmadi. Prezident Trampning Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trampning o'zidan burungi prezidentlarga o'xshamaydigan bir tarafi bu qatam Jungo tarafdan kelgan ogohlantirishlarga pisand qilmadi. Jungo qattiq ko'ngil biladigan Tayvan masalasida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump degidak og'zaki tahdidni real harakatga aylantirdi. Og'zaki tahdidni hamda real harakatga aylantirdi. Bir Jungo siyosati qayta sharhlanmoqchi bo'ldi. Agar prezident Trump shunday qiladigan bo'lsa, Amerika Jungo tarafdan qattiq inkos kutib oladi, deyildi xabar. Avvalgi prezidentlarga solishtirganda prezident Trump Jungodan kelgan tahdidga parvo qilmadi. Hatto Tayvan vakillari umiga avatib prezident Trampning qasam berish yig'iniga qatnashdi. Hatta Tayvan vakillari umiga avatib prezident Trampning qasam berish yig'iniga qatnashdi. Bu qatimda Jungo taraf unda qattiq ayblamadi. Kishi o'ylamagan yerdan nihoyatda tuvan muqamda muloyim pozitsiya tutdi. Muloyim bo'lib qoldi. Amerika hukumati 40 yildan beri bir Jungo siyosatini bo'ylab minib keldi. Prezident Trump mundaq Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezident Trump mundaq holatni birinchi bo'lib tavratgan prezident bo'lib qoldi. Ondan başqa mushu haftaning oxirida Shinvashi prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Jungo hamkorligi yer sharining manfaatiga uyg'un mavzuliq maqola e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trumpning o'ng'ayga to'xtamagan Amerika Jungo munosabatini bo'g'ib tashlamasligini o'tindi. Maqolada ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Xuddi avvalgi prezidentlarga o'xshash prezident hukumat kabinetini Amerika Jungo munosabatining murakkabligini tushunish uchun vaqt kerak. Prezident hukumat kabineti Amerika Jungo munosabatining murakkabligini tushunish uchun vaqt kerak. Dunyodagi ikki cho'ng iqtisod davlat o'rtasida elishish, ya'ni noldan boshlanadigan bo'lsa, tizginligili bo'lmasa, ikki davlatdan hatta dunyoning tinchlig'i bu ish ikki davlatdan hatta dunyoning tinchligiga foydasiz. Germaniya haftalik jurnali oxirida mundaq ko'rsatdi. Jungoning bundaq bir tiz holati o'zgarishining kishiga beradigan ta'siri shuki, Jungo go'yo Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining ayblashlariga qandoq inkos qaytarishni bilolmay qolgan gap. Mana katta hukumatning oxirgisi nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidentiga
Jungo şu hareketler üçün qandaq inkas qaytarışnımı bilelmey qalgan gap.